Kelaylik, Xitoydan kelgan tovarlarni bugun birgalikda raspakovka qilamiz. Birinchi bo'lib shunaqa palto kelibdi. Bu paltoni o'zidan ko'ra men upakovkasiga maza qildim, to'g'risi. Ko'rishingiz mumkin, даже o'zining ilgichlari bilan birga kelgan. Sifati va uzunligiga gap yo'q. Uzunligi ideal darajada va ichi issiq, qalin. Qishda bemalol kiysanglar bo'ladi. Tugmalarini ko'rsanglar bo'ladi. Mana uzunligi men o'zim kiyib ko'rsata olmadim, chunki bu klientniki bo'lgani uchun. Keyingisi esa bu kurtka jigarrang. Bu kurtka qishga, albatta qishga bemalol kiysa bo'ladi. Bu orqa tarafi, mana oldin tarafini ko'rsanglar bo'ladi. Hozir ochib ko'rsataman. Menimcha bu kurtka hamma obrazlar bilan yarashib tushib ketaversa kerak. Jigarrang ham juda ham ommabop rang bo'lgani uchun bu yerda yaqindan ko'rsatib ketdim, sifatini ko'ra olishingiz uchun. Va keyingi tovarimiz oyoq kiyim, qishga bu ham albatta. Qizlar buni sifatini ko'rsanglar, o'zimga ham olgim kelib ketdi, to'g'risi. Juda ham zo'r, juda ham ideal darajada. Eslatib o'taman, bu hamma ochayotgan narsalarim klientlarniki. Men o'zim onlayn magazinim bor. Videoni oxirida qanaqa qilib zakaz qilishinglarni aytib ketaman va bu yana bitta tovarimiz, bu kardigan. Juda ham chiroyli ekan, to'g'risi o'zimga ham yoqib qoldi. Qishga ko'p obrazli qilsanglar bo'ladi. Bu kardigan bilan juda ham qaranglar shirinligini. Yoqalarida, yenglarida shunaqa anaqasi bor. Tushunmadim nimaligini, no shunaqasi bor. Mana yenglarida ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyingi tovarimiz bu o'sha trendga chiqqan shtani. Bu Hello Kitty'dan juda ham yumshoq ekan, to'g'risi. Men buni o'tgan yil o'zimga olgan edim. Bu yil bitta klientim zakaz qildilar. Buni o'rtog'inglar bilan har xil rasvetkalardan bir xil qilib olsanglar ham bo'ladi. Keyingi tovarimiz eng uzoq kutilgan tovarlardan bittasi bo'ladi. Chunki o'zim ham juda ham ko'p kutdim, chunki sifatini ko'rishga qiziqdim-da. Sumka от Polin или Polin. Я не знаю. Xo'p, bu zamshoy qanaqadir yumshoq. Nimasi ko'rsanglar mana Polin deb yozib qo'yibdi. Ushab ko'rganingizda shunaqa приятный-da. Mana bitta magnitli bo'ladi. Mana magnitni ochib yopadigan yoki xohlasanglar ochib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar yopib qo'ysanglar bo'ladi. Ichida shunaqa kosmetichkasi ham bo'ladi. Buni o'zingizlar bildinglar deb o'ylayman, Nike'dan krossovki. Bundan o'sha men ikkinchi marta zakaz qilishim. Birinchisini o'zimga zakaz qilgan edim. Bu yil boshqa klientimizga zakaz qildik. Ko'rsanglar bo'ladi, sifati juda ham lyuks, birga bir bo'ladi. Men olib keladigan hamma brend tovarlarim shunaqa birga bir bo'ladi. Sifati ham